shu yerda u lekin tinchlantirish uchun keldi menimcha. O'ynaylik deyapti, qaytaylik deyapti. Mana. To'p uzoqlashib ketdi-da, Pedri bu yog'iga tiyilmadi. Albatta bu Vinicius. Yana kim bo'lishi mumkin? Yana buni albatta ko'rib chiqishadi. Hakamlar qo'mitasi, nazoratchilar, komissarlar o'z hisobotlarida yozishadi, kim aybdor, bunga sariq, kim boshladi, kim asosiy sababchi bo'ldi va unga chora ko'rilishi mumkin.